Yaxşı beriptim vatandaş, ikinci kıttım gördünüz mü? Ha, kameranı basmayı kepti benden ha. Ya Allah. Allah. Endikilik işimize başlaymayız bugün. Çiğsak 2025 yıl. 3. ayının 2. günü ettik. Yekşembe vatandaş. Endi sizlerge söyleyeceğimiz nemi deyimiz? Prezident Vladimir Putin Xi Jinping'e çoğun sovg'a uzattı. Mavzuda xabar 3. ayının 2. günü Wenbi torbitil ilan kılındı. Xabar mında başlandı. Hong Kong matbuatları xabardar kişilerinin sözlerden nakil keltirip mında görsetti. Endi siz bu xabarni siz yetkizimən. Hong Kong matbuatı bu Kompartiya Gongchengdang'ın özünün matbuatı vatandaş. Şangay hazır, Gongchengdang'ın Şangay'ı o. Gongchengdang'ın Şangay'ı Gongchengdang başquruyotgan Hong Kong. Şu Hong Kong matbuatları hazır. Gongchengdang'ın başquruşundaki matbuatlar dep bu leksimizge şundak muamele kılın. Lekin yani konkretlikte siz bilen biz aradan ayırıp çıkavalımız. Munda görsetdi, 2. Dünya Uruşu g'albisinin 80 yıllığını hatırlaş üçün. Beijing bu yılın keyinki yerimide harbiy ko'rak o'tkazmoqchi bo'ldi. Şu vaqtga kelganda Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin Beijingga kelib, bu harbiy ko'rakka qatnashdi. Janubning sari gezisida Hong Kong 3. ayının 1. günü xabardar kişilerin sözlerden nakil keltirip bunda görsetdi. Beijing'de harbiy ko'rak o'tkazildi. Prezident Vladimir Putin Beijing'e kelib harbiy ko'rakka qatnashdi. Xabardar kişiler yana bunda görsetdi. Prezident Vladimir Putin Jungo'da bir necha kun ziyoratda bo'ldi. Ko'rdingizmi? Prezident Vladimir Putin bu qatim Beijing'de bir necha kun ziyoratda bo'ldi. Shundaqli Shanxayda o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkilotining yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashdi. Yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashdi. Bu yig'inni bu yil Jungo Kompartiyasi Shanxayda ochdi yoki Shanxay hamkorlik tashkilotiga bu yil Jungo Kompartiyasi riyosatchilik qiladi. Yani bir xabarga asoslanganda Prezident Vladimir Putin bu qatim Jungo'ga ziyoratga kelganda Jungo'ning yana boshqa shaharlarini ziyorat qiladiganligi faraz qilinmoqda. Endi bu yerda nurg'un xiyollarni xiyol qilasiz, nurg'un tasavvur bilan bo'lib boqsiz vatandosh. Nima ish desangiz, hozirgacha Rossiya rahbarlari Federatsiyalik rahbarlarning hammasi Jungo'ga ziyoratga keldi, Beijing'e keldi, Beijing'dan ketdi. Şanımızma ikinci bir şehir uya bir yerge berip bakkın yok. Bu qatim Prezident Vladimir Putin Beijing'e keldikken, harbiy ko'rakni ko'rak sahnesida ko'radigan, onundikin Shanxay hamkorlik tashkiloti uchun Shanxay shahriga boradigan, yig'ini uchun, onundan keyin yana boshqa shaharlarni ziyorat qiladigan degan söz bu qaltis gap vatandosh. Biz hech qachon anglab boqqan emas. Rossiya rahbarlari Beijing'dan boshqa yoki ziyoratga beribdi degan. O'tirliq shundoq jiddiyliklar o'tirg'i chiqdi vatandosh. O jiddiyliklar nima? Masalan, Lavrov, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri bir qatim Beijingga kelishi kerak edi. Rais Xi Jinping Pujanga qochib ketdi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi Lavrovni Guyju o'lkasi Guyju shahriga olib ketdi. Buni bir qatim deydi, lekin bu kishi yuqori darajalik arbab emas. Uningdan burun 1989 yıl 5. ayının 10. günü şu vaqtki Jungo rahbarlari Deng Xiaoping Rossiyaning prezidenti Gorbachevni Beijingga taklif qildi, ziyoratga taklif qildi. Suhbat tamam bo'ldi. Gorbachev aeroplaniga o'tirib Moskvaga qaytdi.
Biroq Shevardnadze degan kishi Tashqi ishlar ministri edi Gorbachevning. Bu kishi Beijingdan Udol Uyg'ur avtonom rayonining markazi Urumchiga, Uyg'uristonning qadimiy poytaxti Urumchiga tushib, Shevardnadze uningdagi Moskvaga qaytdi. Mushu ikki misol, men biladigan ikki misol, mana mushu misol vatandosh. Onundan başqa vaqtda Rossiya Federatsiyasining yoki Rossiya Sovetlar Ittifoqining boshliqlari Beijingga ziyoratga kelganda hech qatim Beijingdan boshqa hech qanday bir shaharni ziyorat qilgan emas. Lekin hozir yangi gap o'tirg'i chiqyapti. Bu qatim Prezident Vladimir Putin bu yilning kelar yerimida Jungoda harbiy parad o'tkaziladi, qatnashadi. Bu kishi Şanghay'da hamkorlik yig'iniga qatnashgandan boshqa yana boshqa shaharlarni ziyorat qiladi dedi. Bu gapni biz vaqti kelganda ko'raylik, tahlilimiz mushunchalik bo'lsin. Rost shundaqmi? Qaysi shaharlarni ziyorat qilish shu vaqtda ko'raylik. Bu ham turtsin, davomini anglang vatandosh. Fransiya xalqaro radio stansiyasi xabar qilib bunday ko'rsatdi. Rossiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Morgulov 2 ayning 24 kuni televiziya muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Xi Jinping taklifni qabul qildi. 5 ayning 9 kuni Moskvada o'tkaziladigan Vatan urushi g'alabasining 80 yilligini xotirlash faoliyatiga qatnashdi. Men aralab sizlarga shuna xabar qildim, shuni bir anglab bir ko'rib. Demek 5 ayının 9 kuni Rais Xi Jinping Moskvani ziyorat qiladi ekan, ko'rakka qatnashadi ekan dedim. Aralıqda yana g'achchilik bir xabar keldi. Rais Xi Jinping Moskvaga bormaydigan bo'ldi. Harbiy ko'rak sahnasida o'ltirib qatnashmaydigan bo'ldi degan xabar kelgan. Endi bugun bu yerda Rossiya Federatsiyasining Beijing turishliq bosh elchisi Morgulov nima da'vatida qabul qildi. Xi Jinping Moskvaga berishni qabul qildi. Demak, ko'rakka qatnashdi. Bu yil 5 ayning 9 kuni. Biz aralaqda nima dedik? Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampni Moskvaga harbiy ko'rakka qatnashishga taklif qildi dedik. Bu ishlar altısı murakkab bo'lib ketamdi, ya qanday vatandosh. Hozir ham vaqtida Jungo bekor qilib bormaymiz Moskvaga degan edi. Endilikda mana Morgulovning bugungi xabarida u boradigan bo'ldi. Moskvaga 5 ayning 9 kuni boradigan bo'ldi. Buni vaqti kelganda ko'raylik. Hozir Morgulov shundaqdir, Rais Xi Jinping Beijingga Moskvaga borib harbiy ko'rak sahnasida ko'rdi deb davomini anglang. Yaqinqi yillardan beri Prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping her yili o'zaro ziyorat qiladigan, her yili ko'rishadigan odatni yaratdi. Xi Jinping o'tgan hafta taklifga binoan Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashganda mundaq tilga oldi. Majmua qarang. Ikki davlatning har qaysi sohalarda muqim hamkorligini ilgari surish. Davlatga munosabatli sohalarda cümleden Japonga qarshi urushning va faşizm qarshi urush g'alabasining 80 yilligini xotirlash faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda Bodikelda qilaylik degan gapimda. Xi Jinping telefonda yana mundaq ta'kidladi. Jungo Rossiya munosabati har qanday uchinchi tarafning ta'sirini qabul qilmaydi. Tushundingizmi? Jungo Rossiya munosabati her qanday uchinchi tarafdan ta'sirini qabul qilmaydi. Esinglarda va men sizlarga so'zlagan edim vatandoshim. 2023-yil 3-ayning 20-kuni Jungoning Rais Xi Jinping anda tashqi ishlar ministri Chen Gang Moskvani ziyorat qildi vatandosh. 3-ayning 17-kunida Gaga xalqaro sudi Prezident Vladimir Putinni qo'lga olishni uqtirish qildi vatandosh. 3 kundan keyin Rais Xi Jinping Moskvani ziyorat qildi.
2023 yılı 3 ayının 29 günü vatandaş şu yerga Moskvaga birlik kelgan Jungoning shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Chingang shundoq dedi. Hem matbuot yuzi ko'rdi. Ma gap qarang, bizni Moskvaga Amerika avatdi. Bizni Amerika Moskvaga zo'rlab avatdi. Sizlarga so'zildim. Esingizda vatandosh bu gaplar. Endi nima deydi? Jungo Rossiya munosabati har qanday uchinchi tarafning ta'sirini qabul qilmaydi. Bu yerda hozir diplomatik yuzxatir yoki diplomatik hurmatchanlik, hurmat talab qilish talaffuzidagi so'z. Oyada Chingangning boshqiligini sening o'rning shu. Amerika mang degan yerga mangsan, Amerika tur degan yerda turasan. Amerika senin söz hareketini anlap durdu. Belki sen söz hareketini Amerika'nın siyasetiyle maslaştırıp özgertip durursan. Ondan başka yol yok degende Çingan şu signalini bergen idi vatandaş. Bugün meyede 3. devletle kabul kılmaydı bu. Körenlik bilen menmellik. İşte de üzengüdün attıncısı mı üzengüdün düşmeydiğen. Atman işini nereden bildi bu Xitaydan? Atmış kıldı Xitay'ı nereden? Bizden bu makal temsillerinin manasını düşünmeydi ki ben sizge Uygur o sözde vatıma. Attın çizim üzengüdün düşmeydiğen körenlik bilen menmellik 3. taraftan tesirine kabul kılmaydı da var. Kabul kılmaydı. Sahtı gap. Halkara vaziyet Burhan çapkolları işçide mi? Rusya Jungo münasebeti bir malal algı ilgirleydi. Hani gördünüz mü? Hazır halkara cemiyetinin vaziyetini küzütüp duruvatlı, bilip duruvatlı cümlen kaydıyla Muşu Burhan çapkolları işçide mi? Jungo Rusya münasebeti bir malal terakki kılıdı. Rusya Federasyası Bexatarlık Komitetinin katibi Sergey Shoigu 2. ayının 28. günü Beijing'de Jungo Kompartiya siyasi büronun azası qo'shimcha Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda minister Wang Yi mundaq dedi. Jungolar Rossiyaning vatan urushining natijalarini qo'g'dash mas'uliyati bor. To'g'ri tarixiy qarashni joriy qildirib, dunyo tinchligini va taraqqiyotini o'rtaq qo'g'daymiz. Rossiya bilan Jungo. Jungo Rossiya mo'rini taraf qo'l tutishib, G'arb dunyosiga shundoq ogohlantirish berimizki, Prezident Donald Trampning Rossiya bilan birlashib Jungoni cheklash strategiyasi yanala önümge erişilmeydi. Hem de bu cümleyi nima deymiz vatandaş? Torbetlerinde, video filmlerde Amerika Rusya bilan birleşip Jungoga taqabul turdi. Amerika Rusya bilan birleşip Jungoga taqabul turdi. Bunun akıbeti qanday bo'ladi? Neticesi qanday bo'ladi? Hozir Jungo ansirashga boshladi. Jungo tildashga boshladi. Jungo hem Rossiyaga ba'zi masalalarda ogohlantirishmadi. Mush gaplarning hammasi o'tirg'i chiqdi. Qismanlarini sizlarga balki tutib yetkazdik vatandaş. Shundoq deyildi. Bu faqat ijtimoiy matbuotlarda, universal matbuotlarda. Ma bizninkidek video filmlarda obzorchilarning degan gapdir edi. Bugun bu gap tuyuqsizlar Jungo Kompartiya yoki Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi'ning og'ziga chiqdi ya. Qarang ha. Prezident Donald Tramp'ning Rossiya bilan birlashib Jungoni cheklash strategiyasi yanali unumga erishilmaydi. Demek Wang Yi'ning og'ziga chiqdi. Hukumatning og'ziga chiqdi. Masalan, Prezident Donald Trump Rossiya bilan birlashib Jungoni uni qildi, buni qildi. Bu gaplar ham hukumatning og'ziga tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning og'ziga chiqdi. Siz bundan qandaq darajani ko'rib ola olasiz vatandosh? Demek Rossiya Jungo munosabati yuqorqisi diplomatik iborlar dedi qotiniga shuningdek degan. Demek bugün Jungo Rossiya munosabati allaqachon bordiga yagi berib to'xtadi. Nima dedik tunugun?
Çünkü pıralarını Rusya'dan kollavatır. Onun sebebi neyken biz adili düşünüp yok vatandaş. Sebebi sen bir gün Ukrayna'ya harbiye kural yardım verdin. Rusya Federasyası armiyası harbiye kural yardım verdin. Maksidini düşündük. Senin mahiyetini düşündük. Cunguluk. Senin maksidin Rus ile Ukrayna'nı uruş kısalıp kan töküş bilen cengu cidalının içine patıra koyup andın bu taraftan Avrupa'dan nep elişini közlegen maymunlu oyuntadığın Xitay. Bildik seni, kördük seni, tanıdık seni dediği bir gün Rusyalikle. Şuna tünü günden başlayıp Rusya'dan Xitay pıralarını oğlap çıkardı vatandaş. Yani hazır bu oturda çünkü Rusya münasebeti nime? Hele gepler yani tekrarlanışı mümkün. Türk'ün tuluk etkizdiyorsun lakin ama nime? Bu doğrudan da yani kayta nime mesele geldiğini görüp bakamaz. Peki aldığımızda mesele söz gelirse hazır iki devlet rehberi birbirini teklif kılıp bir evlesen Xi Jinping 5. ayının 9. günü Moskova Kızıl Meydan harbi parad katlaşıdır. Yani biri belki 10. aylar etrafında bu ilişkiler keyinki yılın keyinki yerimde bu yılın keyinki yerimde Federasyası Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'i Beijing'e körekçe çakır. Bunun içinde hazır ben dikkat kılıvatkan bir nokta nime desiniz. Bir neçe gün ziyaret kılıdı Cunguni Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin. Beijing'den başka, Şanghay'dan başka yana baş şehirlerini ziyaret kılıdı deydi. Allah şükür şu ömrümüzde ben söylememizden vatandaş şükürne görüp bakalı kere kandak görüp bakamaz. Vladimir Putin kaidelerini, tertiplerini, adet kirgen adetlerini çörüp itip Beijing'den çıkıp kaysi şehirde ziyaret kıldılar. Bunu şu vakti geldi görümüz vatandaş.